xo'rsinish, havo yetmasligi, hansirash, bo'g'ilish kabi belgilar, ya'ni shikoyatlari 100% yo'qolyapti. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan hozir bir amaliyotdagi, ya'ni ish jarayonidagi bir holatlar bilan bo'lishmoqchiman. Insonlarda shunday bir shikoyat bo'ladiki, chuqur nafas olyapman, xo'rsinyapman, havo yetmayapti. Chuqur nafas olsam ham havo yetmay qolyapti. Yurganimda ayniqsa bu narsa kuchayadi, hansirash belgilari ham paydo bo'ladi. Qachonki o'tirsam yoki yotsam, tinch holatda bo'lsam, ana o'sha aytgan belgilar yo'qoladi. Hattoki ba'zi bir paytlarda o'sha tinch holatda ham xo'rsinish, havo yetmaslik holatlari ham bo'lyapti deb shikoyat qilishadi. Buxoq kasalligida bo'lishi mumkin, anemiya, kamqonlikda bo'lishi mumkin, asab kasalligida, o'ta qattiq stress vaziyatlarida, bundan tashqari o'pka kasalliklarida, ba'zi bir allergik holatlarda va yurak kasalliklarida ham xuddi shunday vaziyatlar bo'ladi. Mana shu kabi shikoyat bilan kelgan bemorlarni tekshiruv o'tkazganimizda hamma narsa yaxshi chiqadi, kamqonlik chiqmaydi, asabi, hamma narsasi joyida chiqadi. Ana shu kabi shikoyat bilan kelgan bemorlarda qonlarini quyuq suyuqligini tekshirganimizda, ya'ni mana bu qo'lni uchidan olib svertimiz deb qo'yiladi. Ana shu narsani ko'rilganda qonni o'ta quyuqlashish holatlari kuzatilyapti. Endi ana shu vaziyatda ushbu bemorlarga qonni suyultirgani, inyeksiya yoki tabletka shaklidagi dorilarni berganimizda, ya'ni qonni suyultirganimizda ana shu xo'rsinish, havo yetmasligi, hansirash, bo'g'ilish kabi belgilar, ya'ni shikoyatlari 100% yo'qolyapti. Bundan ko'rinadiki, qonni quyuqlashishi ham mana shunday shikoyatlarda, mana shunday insonni bezovtagarchiliklariga ham olib kelishi mumkin ekan. Endi bu holatlar biron bir adabiyotda yoki kitoblarda yozilmaganki, qonni quyuqlashi hansirashga, havo yetmasligiga sabab bo'ladi deb yozilmagan. Lekin bu holat amaliyotda kuzatilyapti shunaqa narsa. Nima demoqchiman? Agar sizda ham shunga o'xshash belgilar, holatlar bo'layotgan bo'lsa, mana aytgan yuqoridagi tekshiruvlardan tashqari birinchi o'rinda shu qoningizni quyuq suyuqligini ham tekshirtirib ko'ring. Ayniqsa yosh insonlarda. Agar qon quyuqroq chiqadigan bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib, qonni suyultiruvchi preparatlarni olsangiz, albatta ajab emas, sizda ham bu narsa to'lig'icha o'tib ketsa. Salomat bo'ling.